O'zi hammasi shu videodan keyin boshlandi. Срочно роддомga ketib qolganimdan keyin generalniy уборкам qolib ketdi. Shuning uchun shu klinik firmani chaqirishga qaror qildik. Birinchi bo'lib gazlarni surib, shkoflarimiz ichini polniy tozalashga tushib ketishdi. Keyin esa narvonlarga chiqib olib, patologdagi gipsi kartonlarimizni ham artib berishibdi. Oynalarimizni artib, xonadagi podokонник romlagacha artib ketishdi. Даже shkoflarimizni tepasigacha tozalab, hamma narsalarni ko'tarib, artib ketishdi. O'sha Instagramda trendga chiqib ketgan strichlarni ham kuxoniylarning tepasiga tortib ketishdi. O'zlarini shunaqa parachistitellarni olib kelib, har kuni artiladigan gazlarimizni ham kirlarini chiqarib, top-toza qilib berdilar. Shunaqa paravoy achistitel bilan qo'llarimiz kirmaydigan, qo'llarimiz yetmaydigan joylarni chiroyli qilib, top-toza qilib yuvib bo'lar ekan. Keyin esa oyijonimlar hamma pardalarimizni yuvib, chiroyli dazmol qilib, hammasini sveji qilib osib qo'yibdilar. Birinchi nevara, birinchi avara, chiroyli sveji, toza uylarga kelsin deb, oyijonim rosa mehnat qilib, bizani kutib olishga uylarimizni tayyor qilib qo'yishibdi.